Agar o'rtog'ing, qarindoshing, jiyaning blog yurg'izsa-yu rivojlanmayotgan bo'lsa, unda unga emas, sanga uyat, sanga sharmanda. Shunaqa pozor bo'lib yurish xohlamasang, senga 3 ta layfhak o'rgataman. Bu layfhaklardan maqsad uni podдержка qilish, shunchaki gapda emas, amalda. Birinchi layfhak eslab qol. Videolarini oxirigacha ko'r. Qayta-qayta 3-4 marta ko'rsang, undan ham yaxshi. Ikkinchi layfhak, uni videolarini iloji boricha ko'proq odamga yuborish kerak. Tanishlaring ham, qarindoshlaring ham, o'rtoqlaring ham, xohlasang storiesingga ja bo'lmasa o'sha videoni o'ziga qaytadan jo'natib qo'ygin. Bu narsa uni videolarini axvatlari, prosmotrlari ko'payishiga yordam beradi. Uchinchi layfhak, обязательно videolarni har doim saqlanib qilib bor va kommentariy qoldir. Kommentariy qoldirganda ham postiga, videosiga mos narsa qilib qo'y. Bitta smayliklar bilan qutulib qolmagin. Bu narsa uni videolarini yana ham ko'proq odamga ko'rsatishga sababchi bo'ladi. Tez orada o'rtog'ing boyib ketadi. Ishon, boyib ketgandan keyin bu yaxshiliklarni hech qachon unutmaydi. Chunki bunaqa odamlar har doim direktda ajralib turadi. Shu videoni ana o'rtoqlaringga yuborib qo'ygin. Seni qanaqa podдержка qilish to'g'ri o'rganib olishsa.